Sağdaşlar yaxşımısınızlar? Bugün biz local inner class bilan so'zlashmoqchi. Local inner class degan nima degan vaqtida biz odatda oldingi sonlardagi inner classlarni outer classniki bir a'zosi sifatida yozgan. Endi local inner class degan outer classniki ichidagi methodniki a'zosi bo'ldi. Buni methodning ichiga yozgan classlarni biz local inner class deymiz. Chunki bu class mush methodga nisbatan bir local a'zo. Masalan, bir classni qurib baksak, masalan class local inner class deb classdan birini qurdik. Mana bu yerda mana mushu bir local inner class degan gap. Bu local inner class'ningmi boshqa alayidliklari oldingi sonda o'tgan inner class'larga o'xshaydi. Buningga attribute'larni bera olamiz, methodlarni bera olamiz degandek. Public void method deb oddiygina methodni bersak, bu yana to'g'ri chiqadi degan gap. Endi buningki bir alayidligi nima deyaptida? Bu faqat mushu methodningki scope'ning ichida ishlaydi. Teshik chiqarsa ishlamaydi, boshqadan tunmaydi degan gap. Xuddi variable'larning scope'i bo'lgan o'xshash. Buni oldingi bir necha sonda qayta-qaytalab ta'kidlab o'tdik. Bu sonni fikrlab kirmaymiz. Shu scope bo'lgan o'xshash, ya'ni mush tirnoqning ichidagi doirasi. Mushu doiraning ichida ishlaydi yo bo'lmasa ahamiyatga ega degan gap. Endi bu local inner classni jihatlarda ishlatib ketmaydi, lekin local inner classning bir turi, ya'ni anonymous inner classni odatda ko'pinchalarga qisqartirdi. Anonymous inner classni tushuntirishdan burun biz misolni ko'rib boqaylik. Masalan, biz oldingi sonlarning chetga bir sonni so'zlagan abstraction interface degan videoda so'zlagan bir interface, ya'ni flyable. Bu flyable degan interfacening ichida bir abstract method bor, o'smi fly. Endi oldingi son qanday so'zlagan? Agar biz bu fly degan methodni yozmoqchi bo'lsak, yo bo'lmasa implement qilmoqchi bo'lsak, bir class quramiz. Masalan, aeroplane deb plane deb bir class qursam, bu plane implement flyable deb yozib, andan keyin men fly degan methodni implement qilmayman. Masalan, oddiygina plane flying deb xat chiqargan bir metodni yozib qo'yay. Endi buni men test metodining ichida mana shu yutib turaylik. Endi buni men test metodining ichida ishlatalayman degan gap. Agarda men mana chaqirib baqsam, plane objectni qursam bo'ldi, yo bo'lmasa men object oriented programming ningki polymorphismni ishlatib flyable deb new. Bu vaqtda new flyable emas, chunki biz interfacening objektini quramaymiz. Bu vaqtda biz polymorphismni ishlatib new plane deb olamiz. Udol plane deb yozsaq ham bo'ldi, lekin ma qismda polymorphismni ko'rsatish uchun flyable ni ishlatdik. Flyable new plane deb oldik. Endi biz flyable.fly deb ma'ni mandirib baqsaq, aeroplan fichotidi deb chiqadi. Plane flying. Mana bu biz oldingi sonlarda deb o'tgandek interface, polymorphism, abstraction degandek narsalarning bilimlari. Endi yana bir masala tug'ildi. Men bu plane deb ayrim men bu plane faqat bir qitimlab ishlatmoqchi. Masalan, mushu metodni men faqat bir qitim ishlatmoqchi. Birli qitim ishlatmoqchi bo'lsam, yana cho'qim bir plane deb men classlardan birini qurib ishlatamdim degan masala chiqdi. Buni class qurib ketmaydi. Biz classni ayrim yerda bir hujjat qurib, class qurib yurganda, bu classni copy qilib o'tib, udullan biz ishlatilgan shu public static void mainning ichiga qursak bo'lamdi deyaptida, albatta bo'ldi. Endi biz menga qayta plane deb yurmaymiz, bu plane'ni yuvasak bo'ldi degan gap. Ma'ni qayta mandirib baqsaq, plane flying deb hech qanday kodga ta'sir etmadi. Ammo qanday class bo'ldi deyaptida, bu class test degan classning ichidagi
public static void main degan methodning ichidagi class bo'lg'achqa buni nima deb ataymiz? Apay degandek bu local inner class bo'ldi degan. Hamda buni qisqartma uzun gapni bir gap qilib yozg'il bo'lamdi. Ma kodini kap copy paste qilib men chaplab qo'ysak ham mani juvasak bo'ladi. Yana xatolik chiqimli bunda qilsak. Buni mang'uz boqaylik. Yana plain flying deb chiqdi. Hani bu yerda qanday o'zgarish yuz berdi degan vaqtda qanday o'zgarish yuz berdi biz plain degan obyektni qurmadik. Plainni obyektdan qurmadik. Faqat yozgan vaqtida plainning obyektni qurmadik. Meni flyable deb ichiga udullam biz bermoqchi bo'lgan biz implement qilmoqchi bo'lgan metodni yozib o'tdik. Mana bu nimda ataldi degan vaqtda bu local inner classning bir turi, ya'ni anonymous inner class deb ataldi. Anonymous degan nima degan vaqtda biz yangi bir plain qurmadik, plain deb ism bermadik. Faqat bu yerda yozgan vaqtida qurganimiz bir interface. Biz faqat mush interface'ni ishlatdik degan gap. Agar biz aeroplan qurmoqchi bo'lsak, new aeroplan, new bir narsa deb yangidan class qurib yurmaymiz. Agar aeroplanninki implement qilmoqchi bo'lsak, plane flying deb yozamiz. Agar qushqochni yozmoqchi bo'lsak, bird flying deb o'zgartirsak ham bo'ldi. Men yangidan bir classni bird deb qurib, andan keyin birdninki obyektini qurib, andan keyin ma functionni chaqirib ishlatishning hojati yo'q. Agarda biz faqat bir lam qitim ishlatamiz deb qalsak, anonymous inner class orqali udullam mushundaq shaklda yozib ishlatsak bo'ldi degan gap. Ma degankin ko'rib bir yan tushunmay qolishinglar mumkin. Flyable degan bir interface tursa, biz qandaqsiga new flyable deb abstract narsani yangidan qura olamiz deb o'ylasanglar mumkin. Amaliyotda bu bunday emas. Abay qanday yozgan o'xshash bu amaliyotda bir new bir classni qurdi. Ichida bir class bor. Bir inner classni qurdi. Abay yozganimizga o'xshash bir inner classni qurdi. Biz faqat u classga ism bermadik xolos. Aslida biz 5 yozgan vaqtida bu classning ismi plain edi. Lekin bu classga ism bermaylam, udullam yozib o'tdik. Bu vaqtda bu anonymous, ya'ni ismsiz bir inner class aylandi. Şu an biz plain yoki bo'lmasa bird deb ayrim teshidimmi class qurib yurmaymiz, ichiga classninki ismini berib yurmaymiz. Udullam interface'ni chaqirib ishlatalaymiz. Ma'u yozganimiz hargizmi yangidan bir interface'ning obyektini qurdik degan gapimiz. Interface'ning obyektini qurg'il bo'lmaydi. Quramaymiz. Ma kodning ichida qanday yuz berdi? Biz flyable degan interface'ni implement qilgan bir classni yozdik. Mana shu classninki badani. Lekin classninki ismi yo'q. Mana bu xil yozilishni anonymous inner class deb ataymiz. Hamda bu faqat anonymous inner class faqat va faqat interface'ni ham yozg'il bo'ldi emas. Bu yana boshqa classlarni ham yoza oladi. Başqa biz inherit qilgan x'dan qilgan classlarni ham shunday usulda yozsak bo'ldi. Agar parametr bo'lsa, mana shu parametrni berib yozsak ham bo'ldi. Anonymous inner classninki qanday shakllar bor yana birinchi buningki alayidagi cho'qim bir interface ya bo'lmasa class bo'lish kerak. Ma bu oldingi shartdi. Bu faqat bir interface'ni implement qildi ya bo'lmasa class'ni inherit qildi. Bu birinchi alayidagi. Lekin bu anonymous inner class'ning logikasi qanday degan vaqtida bu shu interface'ni implements interface yoki bo'lmasa inherit ya bo'lmasa extend class amiyatga interface'ni implement qildim. Mana o'xshash classning
bedenning ichida yoki bo'lmasa bir klassni extend qildi. Andan keyin yana bir alaylikki faqat bu faqat birli qitim ishlatadigan metodlarga uygun keldi. Masalan, men fly degan metodni birli qitim ishlatmoqchi, keyin ishlatmayman bo'lgan bo'lsam, men buni shuni anonymous inner classning shaklida yasam bo'ldi. Bu odatda birli qitim ishlatilganga mos keldi. Andan keyin yana bir alaylik nima degan vaqtida, bunda interfacelarni biz implement qilganda nurg'ulg'an interfacelarni o'xshash vaqtda implement qila olamiz, lekin anonymous inner classni yozgan vaqtda bu faqat bir qitimda birli interface'ni implement qildi. Only one interface or extends only one class. Faqat birli classni implement qila oladi yoki bo'lmasa birli classni extend qila oladi. Mana bu ham bir alaylik. Andan keyin inner class, anonymous inner classning ham bir alaylik nima degan vaqtida, agar men bu yerga int I deb bir integerni bergan bo'lsam metodning ichiga, agar men shu metodni ishlatmoqchi bo'lsam, masalan isot I degan bo'lsam, men shu anonymous inner classni contain qilgan metodninki attributesni, variablesni ishlatalayman. Metod bir initialize deb initialize qilib qo'yaylik, 10 ga teng deb. I equals 10. Initialize qilib qo'yaylik. Shunga men yerda xato chiqimni anonymous inner class o'zininki metodining variablesini ishlatalaydi. Lekin bir diqqat qilgan nuqta, men buni ishlatalayman, lekin agar men I++ deb yozib qolsam-chi, xatolik kelib chiqdi. Nimishqa degan vaqtda men faqat shu meni contain qilgan metodninki variablesini o'qiy olayman, print qilib chiqara olayman, lekin o'zgartirmayman. Nimishqa degan vaqtda bu kod anonymous inner class agar o'zini contain qilgan metodninki variablesini ishlatmoqchi bo'lsa, bu variable cho'qim final bo'lishi kerak. Final variable'ni biz o'zgartirmaymiz, chunki bu eng oxirgi shakli deganlarik menda. Agar final int deb berib qo'ysam, 10 degan sonini o'zgartirmayman, I ning mazmunini o'zgartirmayman. Shuning bu yerda I++ desam, sen finalni o'zgartirmaysan deb xatolik chiqadi. Nimashqa men final yozmaganda mashta bo'ldi deganda, bu default holatda final bo'ldi. Men anonymous ichida ma'ni access qilmasam, default holatda bu final holatda, shunga men buni access qila olmayman. Mana bu anonymous inner classning ham bir alaylik. Undan keyin yana bir qo'shib o'tilgan nuqta, anonymous inner classningki constructors bo'lmaydi. Masalan, men ma'ni ichiga constructor yozamayman. Chunki constructor odatda biz yangi obyektni qurmoqchi bo'lgan vaqtida, instantiate qilmoqchi bo'lgan vaqtida ishlatildi. Lekin bu bir anonymous class, ya'ni ismsiz class bo'lg'achqa, buningki yangi obyektning mush classning ismi yo'q classningki bir obyektini biz ismini atab turib qo'ya olmaymiz. Shunga odatda anonymous inner classningki constructorsi bo'lmaydi. Endi savollar bir xil biz bu inner classni o'rganganimizda nima hikmati bor deb o'ylashimiz mumkin. Inner class biz oldingi sana degandek interface bir multiple inherit, ya'ni ko'p narsalarni extend qilgan ya bo'lmasa ko'p narsalarni implement qilgan bir xatolik qiladi C++. Shu xatolikni yepish uchun, ashuni texim yaxshi qilish uchun interface'ni Java'da keltirib chiqadi. Endi bu implement qilganning o'zininki kamchiliklar bor, chunki implement qilmoqchi bo'lsak interface'larda odatda ko'pinchilari shundoq
abstract bo'ldi, ba'zanlar default bo'ldi. Lekin ba'zan vaqt uning ustiga interfaysniki hazy munosabat. Lekin ba'zan vaqtlarda biz inherit qilmoqchi bo'lgan klasslar easy munosabat bo'lishi mumkin. Cho'qimlam xdan qilgan bir cho'qim bir necha klassni cho'qimlam xdan qilgan bir ahvolga kelib chiqishi mumkin. Lekin Javaning ichida bir klass 2-3 klassni birlam vaqtda o'xshash vaqtda xdan qilolmaydi. Lekin biz mush inner class orqali o'zgargan asosda bevosita emas, vositaliq, ya'ni inner class degan vositani ishlatib turib, biz yana bir usulda shu klassningki har xil boshqa klasslarni, boshqa parent klasslarni, multiple parent klasslarni xdan qila oladigan bir xil ishni qila olamiz. Masalan, qanday deyotganda, masalan, outer class extends class A deb turaylik. Class A'ni yozmadim, shunga xato chiqadi. Class A bor deb o'ylab turinglar. Masalan, men class A'ni xdan qildim. Lekin yana bir class B bor. Uni men xdan qilishim kerak cho'qim. Mening ahvolim shuna mos keldi agar xdan qila olamiz. Lekin extends class B desam bo'lmaydi. Javaninki nimasiga uyg'un kelmaydi. Bir vaqtda ikki klassni xdan qila olmayman. Lekin ba'zan ahvolda cho'qim ishda qilishim kerak. Uni vaqt qanaqa qilma? Men mushning ichiga bir inner class quraman-da. Class deb inner classdan birini qurib, inner class deb endi mushu inner class extends class B. Magam tushunilami? Bu gap qanday gap deganda, chunki men inner class bo'lg'achqa cho'qim outer classning hamma narsalarini o'zim qabul qila olaman. Ham o'xshash logikada outer class xdan qilgan class A'ning narslarini men bu yerda inner classda ishlata olaman. Ham o'zim bir class B'ni xdan qila olaman. Shuning bilan bu vosita orqali men o'xshash vaqtda class A bilan class B'ni inner classda xdan qildim degan gap chiqadi. Shunga biz Javada udullan bir klassni, ikki klassni tang xdan qila olmaymiz, lekin inner classni ishlatish orqali inner classni vositalik holda ikki klassni tang xdan qilgan bir rolni o'tay olamiz.